Rossiyadan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga buqa olib borish, qanaqa buqalar olish kerak, qanday yig'iladi, qancha rasxodlar bor? Rossiyadan O'zbekistonga buqa olib borishda ham o'zini plus-minuslari bor. Bugun shular haqida gaplashamiz. Videoga bir like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bizning kanalda Rossiyadan O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga buqa, sigir, buzoqcha, g'unajin, otlargacha, qo'ylargacha iloji boricha xudo xolasa qilib beramiz. Like'lardan kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, videoning davomini ko'ringlar. Juda foydali ma'lumotlar bugungi videoda bo'ladi. Bozorbop buqalarni tanlashda e'tiborli bo'lish kerak nimalarga? O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonda hozirgi kunda qanaqa buqalar trendda? Qaysi parodani olsak zarar ko'rib qolmaymiz? Qaysi paroda eng zo'ri? Bu juda ham ko'p berilayotgan savollardan biri. Menimcha, har kim o'zining shaxsiy fikrini kommentariyga yozib ketsin. Meni o'ylashim bo'yicha hozirgi kunda endi samay xadovoy tovar bu simental. Aytishlari mumkin, yo'q, angus, yo'q, sharalel deb, axir u parodalar juda qimmat. Живой vesi simentallarda o'rtacha живой vesi 300 kg bo'lsa, anguslarda 350 kg bo'ladi. Sharalellar 450 kg bo'ladi. Belgiyskiy paroda 500-550 kg bo'ladi. Rublda bu hammasi. Shuning uchun hozirgi kunda O'zbekistonda eng lучший tovar simental, rossiyskiy simental bo'lsin, avstriyskiy simental bo'lsin, simental nomer 1. Girifordni hamma yaxshi ko'radi, lekin Giriford katta bo'lgandan keyin yog' bosib ketadi. 30-40 kg-gacha yog' beradi. Sizlarning shaxsiy fikrlaringiz albatta kommentariyada kutib qolaman. Hozircha men yig'ib beryapman Andijonga, xudo xolasa inshaalloh. Zo'r simentallarda, rossiyskiy simentallarda orasida avstriyskiy simentallar ham bor. Asosiy rossiyskiy simental. Pat zakaz yig'amiz inshaalloh xudo xolasa. Zakaz qilib qolaverasizlar. Minimalniy zakaz 60 dona.